WhatsApp bolalar, qizlar nega videoimni ko'rib turib like bosmaysizlar? Bo'ldi, visyo. Bugundan boshlab videoimni ko'rib turib like bosmagan odamni basharasiga tupurdim. Shuning uchun bitta like'ni jalqa qilmanglar. Film o'zbek tiliga o'girilmadi, chunki yer qotib qolibdi. WhatsApp bolalar, qizlar va albatta nigirlar. Bugungi video MTT 303 haqida emas, balkim tort tayyorlash haqidadir. Hammaylar hazillashdim, yana videomdan chiqib yurmanglar. Bugungi videoda MTT 303 haqidagi hamma faktlarni aytib chiqaman. WhatsApp nigir bolalar, qizlar, mana bu kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaylar Dream.com hammaylar shu kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana obuna qilgansiz deb chiqib turadi va mana bu yerga qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Addushi bolalar. Bu kanalda koinotning suratlari turadi. Bu kanalda hech narsa joylanmagan. What the? Короче, nega kanaliga obuna bo'linglar. MTT 303 albatta ularni hamma biladi, emas, ba'zi birlar biladi. U haqidagi faktlar juda ham ko'p, lekin hammasi ham rost emas. Bugungi videoda nimaga u kaktus bashara va u qo'shnimmi degan savollarga javob topamiz. Birinchidan, u qo'shningiz emas. Ikkinchidan, uni basharasi rostdan ham kaktusda yasalgan. Hammaylar mana uni basharasi. Adashib ketdim. Uzr, yana adashib ketdim. Bolalar, uni ismi MTT 303. U ham Herobranga o'xshagan virus orqali kirib qolgan. Ya'ni Nochni yomon do'sti uni qo'shgan deb aytishadi va u hamma o'yinchilarni yasagan uylari, ya'ni boshqa narsalarni ham portlatib yo'q qilib ketgan. Va boshqa faktlarni bilmayman. Shuning uchun hammaga xayr, sizlar bilan Clever bo'lmadi.